Har kuni O'zbekistonda minglab kuba beton quyiladi. Lekin beton qayerdan kelishini, uni kim nazorat qilishini va nima uchun yillar o'tib ba'zi betonlar yorilib ketishini so'ramaydi. Bugun sizlar bilan shu savolga javob topamiz. 2019-yil Alibeton qurilish bozorida yangi nom edi, lekin maqsad bitta bo'lgan. Qurilish bozorida nafaqat beton, ishonch hamda tekshirilgan mahsulotni o'z vaqtida yetkazib berish edi. Bugungi kunda bu zavod minglab kubometr beton ishlab chiqarish quvvatiga ega. Biz bugun shu jarayonni bosqichma-bosqich ko'rsatamiz. Xom ashyodan qurilish maydonigacha. Sifatli beton sifatli xom ashyodan boshlanadi. Zavodimizga keladigan har bir inert material qat'iy nazoratdan o'tadi. Beton ishlab chiqarish jarayonida har bir komponent aniq hisob-kitoblar asosida qo'shiladi. Sement, xom sheben, suv hamda kimyoviy qo'shimchalar maxsus avtomatlashtirilgan tizim orqali aralashtiriladi. Bu esa inson omilining aralashuvini kamaytirib, aniq hisob-kitoblar asosida bir xil partiyadagi sifatli betonni ishlab chiqarishga yordam beradi. Alibetonda 100 dan 600 gacha bo'lgan turli markadagi betonlar ishlab chiqariladi. Har bir marka o'zining vazifasi va yuklama darajasiga qarab tanlanadi. Beton ishlab chiqarilgach ish tugamaydi. Har bir partiya laboratoriya tekshiruvidan o'tkaziladi. Mutaxassislar tomonidan betonning harakatchanligi, tarkibi hamda mustahkamligi tekshiriladi. Maxsus kubik namunalar olinadi va belgilangan muddat davomida kuzatiladi. Aynan shu nazorat tizimi beton sifatining kafolati hisoblanadi. Sifatli betonni ishlab chiqarishning o'zi yetarli emas. Uni obyektga o'z vaqtida yetkazish ham muhim. Shu sababli Alibeton zamonaviy avtopark va logistika tizimiga ega. Bu esa buyurtmalarni tez va ishonchli yetkazib berish imkonini beradi. Sizning obyektingizga qaysi beton markasi ishlatilgan yoki qaysi marka ishlatishni bilmayapsizmi? Biz bilan Telegram yoki pastdagi raqamlar orqali bog'laning. Mutaxassislarimiz to'liq ma'lumot berishadi. Telegram havolasi video sarlavhasida ko'rsatilgan. Alibeton mustahkam qurilish sifatli betondan boshlanadi.